Qachon inson munosabatlar o'rnatishda, biror bir juft tanlashda adashadi? Qachonki siz biror narsaga qattiq muhtoj bo'lganingizda va yoki ehtiyoj sezganingizda, turmushga chiqish kerak bo'lganligi uchun oila qurmang. Farzand ko'rish kerak bo'lganligi uchun farzand ko'rishga tayyorgarlik ko'rmang. Qachonki inson biror narsani qilish kerak bo'lganligi uchun bajarsa, unda inson adashadi. Va yoki muhtoj bo'lganida. Muhtojlik nima degani? Masalan, zerikkaningizdan, yolg'izlikdan qo'rqqaningiz uchun yoki oldingizda sizni ham shunday bir sevimli juftingiz bo'lishi kerak bo'lgani uchun munosabat o'rnatsangiz, siz ham xuddi shunday ehtiyoji bor va yoki muhtojligi bor inson bilan to'qnash kelasiz. Natijada esa u ham o'zini ehtiyoj va muhtojligini qondiradi. Siz ham o'zingizni ehtiyoj va muhtojligingizni qondirasiz. Natijada esa samimiy munosabatni istaganingizda sizda ham unda ham samimiylik bo'lmaydi. Qachonki inson o'z muammolarini hal qila olib, ana undan keyin munosabatga kirishsa, o'shandagina to'g'ri insonni tanlash mumkin. Hattoki ovqatlanish uchun ham do'konga kirsangiz, qorningiz och bo'lganda keraksiz narsalarni olib qo'yganingizdek, og'ir holatda turgan odam ham keraksiz munosabatlarga xuddi shunday yondashadi.